xalqimiz va rivojimiz. Xalqimizning dunyoqarashi o'zgardi. Mustaqillik ilk yillarida barkamol avlod ta'lim-tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Mamlakatimizda bizning bilim olishimiz, sog'lom bo'lishimiz uchun sharoitlar yaratildi. Davlat ta'lim maskanlarida kitob fondi, zamonaviy kutubxona, axborot resurs markazlari bunyod etildi. Bugungi kurslar Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan yangi pog'onaga ko'tarilmoqda. Ayniqsa kitob va mutolaaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Nima yo'q? Hayotda sening aqlli bo'lishingga beminnat xizmat qiladigan ulug' ustoz kitobdir. Yer yuzidagi ko'plab insonlar kitobni sevib, o'zlariga yaqin do'st bo'lib, e'zozlanar ekanlar. Biz ham bilimlar xazinasi bo'lgan kitobga mehr qo'yaylik, uni asrab avaylaylik. Kitoblardan kelajak avlod ham foydalansin. Bizning vatanimizga munosib farzandlar bo'lib, kamol topishimizda albatta ilm yukon. Kitobning o'rni beqiyosdir. Nur ziyoga kon o'zing, do'stu qadrdon o'zing, ma'no to'la har so'zing. Kitobim jon kitobim, qo'limdan hech qo'ymayman, o'qib to'ymayman, kelajakka bog'layman. Kitobim jon kitobim.